Hem de doktor elbette bu uruş başlangandan buyon bu Hormuz bo'g'ozininki taqilishi, echilishi degandek masalalar deymi? Xitoyninki eng ko'p ziyonga uchraydiganligi ham tilg'anib keldi. Ba'zilar Xitoy ta'siriga uchramaydi, o bu deganlar bor. Bu sonliq ma'lumotda masalan chet el mablag'iga bo'lgan ta'siri shu davomlashayotgan bo'lib, bu yil tunji faslda Xitoyga selingan bevosita chet el mablag'i 36,5 milliard dollarga yetib, bulturga o'xshash mazgildagidan 7,3% tövenligan. Haftaning ichida albatta boshqa sohalarga ko'rsatayotgan ta'sirini tilga oldik biz xabarlarda. Bu shaklda ham Xitoyning iqtisodiga qanday ta'sir, zo'r jihatda ta'sir bo'lyapti. Hammasiga bugungi shu bir qancha kundan buyongi xabarlar qarasak, Xitoy oltin bilan kumushni shu dunyo miqyosidan g'oyat zo'r darajada yig'ayotganligi xabari ko'plab chiqyapti. Yani hiç şu yakınki 5-10 yılda körülüp bakmagan derecede. Hatta Xitoyning Merkez Bankasının devletinin umumi resmi altın zapisi 2313 tonna bilan rekord seviyeye yetti hazırdaydı. Kümüş şunun o'xshash. Nima uchun buni bu şekilde yig'yapti Xitoy iqtisodi, Xitoy nimadan sirayapti mesela buningdagi oldimizgi kunlarda? Hem de İran uruşu nurg'un devletlerinin iqtisodiga ziyon berdi. Xo'sh. Şunun o'xshash Xitoyga ziyon bo'ldi hamda. Xitoy gerçi zapas nefitleri, tabii gazları var. Hem de O'rta Osiyodan, Rusiyadan chiqaroq ilishning kimi ihtimoli bor. Hem de bu başka yerde mesela Latin Amerika'da, Asya'nın başka devletlerde, denizlerde bunu temin qilib bo'ladi. Ama jang uzayıp ketsa, belki degan kanaldan keladigan bu energiyalar azaladi. Xitoy dünyanın en çoğ ishlab chiqarish jihatdagi cho'ng devlet. Ama ishlab chiqarish uchun ham modda lazım. Bu ham moddaning ko'pi chet elda, Xitoyda emas. Shuningga bu chet elga shu ham modda jihatda mayli neft, tabiiy gaz olsun, başka bu maden muhim madenler olsun, chetdan kirishga to'g'ri keldi. Agarda bu neftninki bahsi o'sib nefti bilan ishlab chiqaradigan ba'zi mahsulotlar bor. Misolga kimyoviy shakar bo'lsin, shu lastik bo'lsin, rezinka bo'lsin, shu eng kichik yerga kelgan chog'da Xitoyga ziyon berdi ishlab chiqarish. Xitoy o'yinchoq ishlaydi, ammo neft oz bo'lgandan keyin neftdan chiqaradigan shu lastik plastiklarni kam bo'lib qoladi. Shunga Xitoyninki ishlab chiqarish kuchini ajizlashtirgandan keyin nurg'un devletler, devlet demedi, nurg'un şirketler bular Xitoyda ko'radigan manfaatmi azaladi degan gap. Xo'sh. Shuningga bu Xitoyga mablag' solsak, burunqidek azroqla midrab qo'ysaqlar, pul kirdiga, kirim borga deydigan davr o'tib ketdi. Birisi bu chet elliklarning akildigan şu pulla, meblağlar ve malum seviyedeki teknolojiler Xitoy bununla ilgi bo'ldi hozir. Şunun Xitoy chet eldan kirdigan pul ve mablag' ve kirdigan teknoloji burunqidek bekla ihtiyoch emas. Ihtiyoch bor yana, ama unchalik emas. Hem de bazı bu chet eldagi şirketler, bazıları Xitoy bozoridan chiqib başka Vietnam'a o'xshash, Hindistonga o'xshash, Endonezya degandek devletlerge yutkilyapti. Japonya'daki bazı şirketler Xitoy bozoridan chiqyapti. Yani siyasi jihatdan Amerika ve G'arb bilan şu taqabul turayotgan bir Xitoy mevcut siyasi xavfsizligini acizlaştırıp koydu. Bayamen degan iktisat, ticaret ve şu enerji jihatdagi bu mücmellik Xitoy bozorida pul tepishning oldini ko'rmaslik holiga ekyapti. Bunda bir ahvolda Xitoy hozir Xi Jinpingning boshqurishi bilan her yerga meydan o'qiyapti. Bu 2016'dan beri meydan o'qib kelgan 10 yil bo'ldi. Shuningga bu xil ishonchsizlik siyasi, iqtisodiy Xitoy bozorida bo'lgan bu xil ishonchsizlikdan tufayli ba'zi davlatlar bu Xitoyga solgan mablag'larni azaltyapti. Ama bazı devletler yine Xitoyda az pul topsaqmi, yana topqili bo'ladi
devadıdır. Çünkü Hindistan olsun, Endonezya olsun, Vietnam olsun, bu devletlerin ki asas kuruluşları, yani çetel bu meblağçılar için esas kuruluşlar Xitayçılık emas. Xitay şu 30-40 yıldan beri bu esas kuruluşlarını yaxşı qılıb bərgəşkə çət əlliklər çıxmadı da. Başqa devletler təki bu seviyede bulmağaçqa bazı şirketler yine Xitayda faaliyetlerine devam kılmadıdır. Yani siz degəndə %7, %10 azalış mümkün ama her yıl muşda azlayıp mandığan bolsa 10 yıldan keyin hem de Xitay'nınki iqtisadiga hakikaten iğir bir zərbi berdiğen bir vakit keldi. Şununla Xitay özünün şu əbəqi mən degen siyasi, iqtisadi, baza xəvfsizligini, yani işgəncəlikni köpəytişqə mecbur ama Xi Jinping'in bunda bir düşünce var mı bilmem ama bunda bir hareketi yok. Yani bunu göremeyordunuz. Hoş. Köp rahmet. Şu tuyuq yolda veyran olsun inşallah.